ma 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 Yürüme oldu ya, yaramaz. Kaçacak hani, ha bu iki açıptı bir ya. Saçlık. Ko'kilak. Adamı qarayam qo'yibdi. Qizil kalsoli ko'klar ham qo'ydi, ko'k boshlari. Muzaffar do'stim sochni ko'zi cho'tki bo'lib ketdi. 100 mingga dori olib keldim unga alohida o'ziga. Hozir ko'rsataman. Sochlari uchun maxsus mana uni topib keldim. 100 mingga olib keldim. Qarochi kaptarni ko'zini o'rayotganiga ekan. 5 marta quydim. 5 marta bir tomchidan, o'zi mana bu pipitkasida bir tomchida tomizib turdim 5 kun. Yaltillab ketdi boru sochni ko'zi. Qanisan o'zi soch bo'y mana. Mana shu deydi. Ma. Cho'tki bo'lib ketdi ama ko'zi kaptardi. Dorilar kelgan yana yangiliklar. Kaptarlar qunishib quriyotganiga qarshi. Kaptarlardan ozibatda bir jup tedicha sotildi. Hali qizil kalsovni bolasi bilan mana ko'kcha sotildi. To'rtta sotildi hozir buning ichida. Ikkita qoppon, bitta mana oq boshlar hozircha yuribdi. Sotilmas, o'zimiz boqib beramiz. Mana tedilarning otasi mana. Mash ko'k boshlar, ko'knar otasi bo'ladi. Kaptar gap yo'q. Uchadi 8 soat 20 minut tushganman o'zim. Rezultatini ko'zim bilan ko'rganman. Ma. 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 Bidaras. Agar kimdir kaptarni ko'zi o'rayotgan bo'lsa, mana shu narsadan sotayotgan bo'lsa bozorda orinmasdan olaverasizlar. 100 ming deydimi, 150 ming deydimi, orinmasdan olaverasizlar. Effekti zo'r ekan. Qisqasi jotki ishladi. Kaptarga 2 marta quyganimda ya o'zi tindirib yubordi kaptarni ko'zini. Biroz eplasam ushlab ko'rsataman kaptarni bir yo'li. Ma. Sochni ushlab ko'rsatib beraman hozir eplasam. 2 marta quyganimda o'zi tindirib yubordi kaptarni ko'zini boru. Bismillah. Mana kaptar. Mana Muzaffar ko'zi kaptarda sal chiroyli qilib ushlab mana bitta ko'zi, mana unisi bo'lsa tektor endi. Mana ikkinchi ko'z. Zo'r olib ketdi, xudo xolasa. Chublari nima bo'ldi bu kaptarda bilan?
Kaptarda u chubidan tashqari mana u oyog'ida ham вообще katta edi. Mana shu qo'limdaqa ishib ketgan edi mana shu oyog'i. Ip o'ralib qolgan ekan, bilishmagan. Bu ham yaxshi bo'lib ketdi, xudo xolasa kaptar. Buni ham tozalab, netib, to'g'rilab berdim. Mana kaptar. Qiynamaylik. Короче, kaptar cho'tki xullas. Ma. Chinni nardi paypaqasini bopdimi, sal oqsayapti. Mana oq boshlar ham o'zi cho'tki, chiroyli par bo'ladi. Oq boshni olib kelib narini baylamadim ham, shundan qo'yib yubordim men. Chiroyli par bo'ladi-yu, prosta mana bu modaga boshqa nar beramiz deyishgan, o'shaning uchun qo'shmay turibman men unga. O'zi o'shani tinmay shu modani quylayapti naru. Mana u nar sayrayotgan nardi modasi ketdi o'sha kuni xullas. Ana qo'shniga qo'nodi, petlasini urib qo'ydi. Petlasi yirtiq ekan, chiqib u ham uchib bezib qoldi, vatga tushmadi xullas, ketdi shu bilan. Endi unga boshqa topib kelamiz endi xudo xolasa. Yo'q, o'sha mana oq bosh modaga juplab yuboraman shu narni yo'q. Nar kataydi ichida o'ynayapti jala, tarsilladi vashiyapti soch. Mana qizil kalso boqyapti. O'zini bolasini men mana ko'kka boqtirdim. Mana shu ichkarida turgan o'zini bolasi, mana ko'k nar boqqanlik. Bitta ko'kcha bilan. U hali rishtonga sotilgan ko'klarni bolasini qo'yib qo'ydim. Bitta illati kichkina bo'lib ketgani chashinga olib qo'ydim qizil kalsoliklarga. Boqib yaxshi katta qilib bordi. Xixtaga yaqinlashib qoldi, katta adashmasam o'zi. Sochiga qo'yib ber, hech qolmayapti, qiynalyapti kaptar. Zinasi mana shu sochdan yugurib kelib ketadi, chiqolmayapti. Kaptarga ozgina shuna qarab turish kerak. Endi umuman mana qo'pollar tagiga umuman o'zinikini qo'ymaymiz. Faqat shu ko'k boshmi, qizil kalsomi, xullas yo mana sochlardan, chinnilardan qilib tiqib yuboraman tuxumini. 1-2 kunda qo'yadi, mana moda yana beleshib yuribdi. 1-2 kunda qo'yib olsa tiqib yuboraman, shu ko'k boshnikinimi, qizil kalsonikinimi. Juvonachalarni ham haydab tursa, sekin tulab, chiroyli bo'lib kaptar bo'lib qoladi bular ham. Shu juvonacha ham yomon chiqdi, mana shu ko'kcha bor. O'zimni juvonalarimdan ham qattiq, bola rishtonga ketganda bolasi itda bu. Yomon ham qattiq kaptar. Qanatlari ham boshqa. Qattiq turadi qanati ham sho'sa ham. Hali chiroyli bo'lib cho'zilib kaptar bo'lgan yo'q lekin. Bakim bilan dumi qora ham qo'yibdi tuxumini. Hozir sochlari yana kirsa, yana ko'ziga bir tomchi tomizib qo'yamiz, xudo xolasa. Shu bilan bag'i keldi, bahor bo'lib ketadi sochlarni ko'zi ham. Kaptarlar xursand, quvnoq yuribdi mana.
Короче, любой kerakli lecheniyalarni qilyapmiz. Kaptarga iloji bo'lsa, har oyda hozir ko'rsataman uni ham. 7 kun. Har oyda 7 kun profilaktika qilish uchun mana bu narsadan beraman. Arzimagan pul. Oddiy misol, bu 1 litr suvga 10.000 so'm. 1 litr suvga qilib beraman. 7 kun. 7 kunligim 70.000 bo'ladigan bo'lsa, endi uni 1 oyga bo'ladigan bo'lsangiz 100 so'm yo 200 so'mdan to'g'ri keladi kaptarga. Kuniga bo'lib olsa, vobshe tekinga ham tushadi bu narsa o'zi aslida. Lekin bunaqa bo'lib ko'payib, konkret yurishi uchun foydali narsa. Kimdir qiladi bu ishni, kimdir qilmaydi. Qilmayotganlar, bunaqa narsa ishlatmayotganlar yoki mana parashoyni o'zini berib vaksina qilmayotganlar. Kaptar yana albatta qaytalanadi, keyin mana bu narsadan bersa befoyda bo'ladi. Kuchi yetmay qoladi bu dorini ham keyin kasallik bilan kurashgani. Mana bu parashoyni berdimi bir hafta. Aniq vaksina qilsa, kaptar shu bilan 6 oy, 1 yil butma-butun holatda yuradi. Kapes olmasa, mishiq olmasa, o'zingiz urib o'ldirmasangiz, kaptar 6 oy, 1 yil osmonda yo'qolmasa 6 oy, 1 yil sog'lom yurib beradi. Kaptar bir tulay bo'lgandan keyin, rasa 1 yildan keyin kaptar уже kasal ham bo'lishni kamaytiradi. Bunaqa aynan yoshlar, bunaqa juvonalar ko'p kasal bo'ladi. Mana shu juvonalar uchun foydali narsa mana shu. Dada, xuni kapesmi? Shu kapes kelayotgan uchun tushyapti-da qizim. Ha, kappe qaldirg'och ekan. Bitta vaksina 100.000 bo'lsa, 15 tadan 18 ta kaptargacha yetadi. Bitta kaptarga 3 milligramdan, birlashib desda 3 milligramdan qilinadi. 15 ta 18 ta kaptarga yetadi. 20 ta kaptarga yetganda bitta kaptarga 5.000 danga to'g'ri kelardi vaksina. Balla qizim, balla. Olib qo'yganman, boring, olib boring o'g'lim. Ana, xullas aka-ukalar ozgina 15-20 minut parvarish qilib qo'yasizlar kaptarni xullas. Bir kunda bir mahal hamma kaptarga bittadan ko'z yugurtirib chiqaman men. Xullas oyog'iga qarayman, o'zini holatiga, don yeyish yemasligiga qarayman. 10 minut, 15 minut vaqtim ketadi ertalab. Men don bermasam ham ertalabda, lekin chiqarib bitta tomosha qilib ketaman ertalabda ishga. Ishdan kelganimda keyin mana shunaqa qilib qarab o'tiraman yoki kech payt svet yoqib valerda qarayman keyin. Ko'k boshlar mana. Ha, bu kaptarlar hammasini oralatib qiyib tashaganman. Bolani chiroyliroq, kattaroq, butunroq olib chiqsin deb. Eronda nari tuxumda, mana tuxsizni nari chinni tuxumda, lissi chinni. Bularda chinnilarda ko'k boshlarda tuxumi bor, eronlarda qizil kalsovda tuxumi bor. Hozir ular yana o'ziga qo'yib bo'pti. Ko'k boshlar ham 2 ta qo'yibdi, qizil kalsovlar ham 2 ta qo'yibdi. Hozir suraman desam, dumuqora bilan oq bakinga osaman bo'ladi bir partiyasini yana. Yana bir partiyasini mana qopqonlarga osaman bo'ladi. Chunki bular ham bugun erta qo'yadigan, 1 kun 2 kun sabr qilsam qo'yadi. Olib qo'ysam bo'laveradi. Keyin 3 kungacha raznitsa qilsa tuxum bo'laveradi. 3 kundan o'tib ketsa o'ldirib qo'yadi ochib chiqqan taqdirda ham yoki turib ketadi. Ochib chiqishiga 1 kun 2 kun qolganda turib ketadi kaptar. Xo'p, ochib chiqqan taqdirda ham turib ketadi. Hali boqsa ham o'lib qolishi mumkin. Chunki kaptarda o'zini maxsus onasida, mo'g'da kaptarda bola uchun tayyorlagan kashasi bo'ladi. Og'zida bir hafta 10 kungacha beradi. Ko'z ochilguncha o'sha kasha bilan ozuqalanadi. Undan keyin don qusib beradi. Kasha tayyor bo'lmasa, to'g'ri donni qusib qo'ysa juvoni o'lib qoladi. O'shaning uchun 3 kungacha tuxum surganda 3 kungacha raznitsa qilsa, surib olsa, olib bemalol ag'dan baqa qilsa bo'ladi. Kaptar
issiqdi kunida 16 kundan 20 kungacha ochib chiqadi. Qish sovuqdi kunlarda 20 kungacha, issiqdi kunida 2 hafta 15 kundan 18-20 kungacha ochib chiqadi ashina oralig'ida. Sovuqda qishda bo'lsa o'sha 20 kunga o'tib qoladi. Bo'lmasam standart 16, 17, 18 kunda ochib chiqadi kaptar. Birinchi partiya uchun 2 oy vaqt ketadi juvonalarga. Ikkinchi partiyalarda 1,5 oyga o'tadi. 15 kun ertaroq tushishni boshlaydi. Keyin har xil vitaminlar bor. Juvonalar uchun maxsus. O'sha vitaminlardan 5 kundan donasi 1000 so'mdan bo'ladi uni. Menda yo'q, men olib kelib solaman bozordan. Donasi 1000 so'mdan o'sha vitaminlardan bitta og'ziga solib turaman 5 kungacha. Ko'zi ochilgandan keyin bir hafta 10 kunlik juvonani og'ziga 5 kungacha bir donadan kech payt, kunda kech payt qon to'g'rasa to'yg'azganda ota-onasi boqib bo'lganda kunda kech payt bittadan solib bersa, yana 10 kun, 15 kunga oldiga suriladi juvonani tashqariga chiqishi. Chunki parlarini zo'r chiqaradi, kaptarning razmerini cho'zadi. Xullas sifatini oshiradi, katta bo'lib, kaptar bo'lib tashqariga chiqqanda ham kasal bo'lib qolmaydi, ko'zi og'rib qolmaydi, xirillab qolmaydi juvonalar o'sha vitaminlarni yeb chiqsa. Xitoyda dorisi bor, rossiyskiy dori bor. Ikkovidan foydalansa ham bo'laveradi. Xitoyniki kuchliroq, qora. Shunday bo'ladi. Xitoyniki qora xuddi mana shu toshdek bo'ladi mana. Shunday bitta og'ziga tashab qo'yasiz, bo'ldi, ish bitadi. Rossiyaniki bor. Oq kaptarda rasmi bor, uni tabletkani ustida oq Trihavet degan oldin berardi-yu, hozir kapsulaga aylantirib yuborishibdi. Uni ham o'sha Trihavet bo'lsa, Trihavet bo'lmasam kapsuladan 5 kun bittadan solib berish kerak. Chotki chiqadi juvonalar keyin. Ketyapti ba'di ichkarida kattaga qarab kaptarlar. Lissimoda ham bor. Borsam endi tez kirib narda chiqar baqa. Jo'na tez. Ana bitta ukamimiz o'xshasi kelib o'rganib qopti, tinmay haydayapman, yana qaytib kelib tushib olyapti. O'g'lim tomda o'tiribdi, kaptarni borib haydab oylar kishi-kishilar. Qo'shnin tomda mana uka singlisi ketdi. Ana buni ham endi nar bo'lib, endi tili chiqib qoldi ama buni ham. Ket endi bor o'tib ket uyingga. Avaz be mana sezaycha, chiroyli bo'lib katta bo'lib qoldi. Prosta buni bit so'rib berganligi uchun kaptarda quvvat qolmay qopti. Ashitga ham mana yerda mana etga ham katayiga ham uchib chiqalmayotdi. Mana shu kunlarda uchib chiqishni o'rganib oldi. Xudoga shukr, kaptarda quvvati ancha o'ziga kelib qoldi. Bitta rampuri moda yotibdi. Mana ular ham ochibdi, tediylar yangi. Ishqibozlari olsa 300 ga beramiz, 300 dan kamiga bermayman aytib ber. Kim olgisi kelsa telefon qilaveradi yoki kommentariyada yozsa nomer tashab beraman. Qashi ikkovini 300 ga beramiz. 300 mingdan kamiga bermayman. 250 mingga 5 kishi 6 kishiga bermadim. Ana shu ko'k boshlarim. Xudo xolasa bularni chiqarib beramiz bollaridan. Nari ichkariga bekin bo'lgani sotilib ketdi, faqat chicha don ishini kutyapmiz endi kaptarda. Donga tushib qoldi, xudo xolasa beramiz. Aka-ukalar hamma o'zini ehtiyot qilsa yaxshi kunda ko'rishamiz.